Assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugundan boshlab Proaktiv agentligi YouTube'dagi o'zini kanalini faoliyatini boshladi. Meni ismim Javohir, ko'pchilik biladi. Men o'zim Instagramda Javohir London kanalini olib boraman. O'zim Britaniyada 4 yildan beri yashab kelmoqdaman. Hozirgi kunda balki 3-4 yildan ham oshdi. 2 yil magistratura, 2 yil ishchi viza olganman. Shuni o'zi 4 yil bo'ldi. Undan oldin ham birinchi marta kelganimda turistik sayohat vizasi bilan ham kelganman. Xo'p, Angliyada magistratura o'qidim. Undan keyin mana 2 yil ishchi viza bilan ishladim. Hozirgi kunda Proaktiv agentligiga asos solganmiz. Proaktiv agentligining vazifasi nima deydigan bo'lsak, asosiy studentlarni ingliz davlatlariga, asosan Angliyaga, Buyuk Britaniyaga o'qishga jo'natish bo'yicha shug'ullanamiz. Mana ko'rib turganinglardek, shu Londonda meni 4 yil hayotim o'tgan. Men o'zimni shu 4 yil mobaynida o'zim har xil qiyinchiliklarga uchradim. Qiyinchiliklardan chiqish, bu challengelardan chiqish yo'llari, hamma narsani, har xil sinovlarni boshimdan o'tkazdim. Tirikchilik bilasizlar, musulmonlarda, musofirlarda deylik, asosiy birinchi g'amimiz bu tirikchilik qilishimiz hisoblanadi. Men boshida kelayotganimda asosiy meni maqsadim, hammada avvalambor o'zi maqsad bo'lishi kerak, maqsadsiz kelish kerak emas. Любой davlatga borganda asosiy maqsad bo'lishi kerak. Misol uchun meni maqsadim pul topish bo'lgan. Allohga shukr aytaman, pulni ham topdim, o'qidim, o'qishimni ham bitirdim, diplomni ham oldim. Dunyoni top mingtalik kirgan universitetda magistraturani o'qidim. Shu davlatda yashadim 4 yil. Undan tashqari dunyo bo'ylab sayohat qildim. Amerikada bo'ldim, butun Yevropa davlatlarida bo'ldim, ko'p davlatlarda bo'ldim. Bu men uchun katta tajriba bo'ldi. Undan tashqari sayohat vizalari bilan shug'ullanaman. Sayohat vizalari bilan shug'ullanardim desam ham bo'ladi. Sababi sayohat vizasidan boshlanib, mana shu education sohasiga kirib, hozirgi kunda biz orqali ko'plab talabalar Angliyada nufuzli universitetlarda ta'lim olyapti. Proaktiv agentligining maqsadi nima deydigan bo'lsak, asosiy Angliya haqida, Buyuk Britaniya haqida kerakli, qiziq immigratsiya bo'ladimi, ishlash, o'qish, yashash, sayohat haqida eng qiziq ma'lumotlarni berib borish bizning maqsadimiz. Shu uchun kanalimizga obuna bo'lasizlar. Asosiy sizlarni qo'llab-quvvatlashinglar biz uchun juda ham zarur. Avvalambor Alloh izni bilan, Alloh fazli bilan bu kanalni boshladik. Endi bismillah deb, inshaalloh bu yo'g'a sizlarning yordaminglar bilan, sizlar sababchi bu kanal yana rivojlanadi, olg'a yuradi. YouTube kanalini ochganimiz sababi, bilsanglar, Instagramda ko'p ma'lumot bera olmaymiz, lekin YouTube kanalida, YouTube'da ko'plab soatlab bemalol gaplashishimiz mumkin bo'ladi. Shu uchun sizlarni qo'llab-quvvatlashinglar zarur. Kanalimizga obuna bo'linglar, tanishinglarga jo'natib qo'yinglar. Meni bilganlar, taniganlar Javohir London Instagram kanalimga o'tib ko'rsanglar ham bo'ladi. TikTokda ham, Instagramda ham hammasida bor kanalim. Endi Proaktiv agentligi asosiy statistika, ma'lumotlar, foydali ma'lumotlar bilan shug'ullanadi. Endi Instagramda bilsanglar, oddiy ko'rib qolgan narsamni ham video qilib olishim mumkin, lekin bu yerda eng qiziq, eng kerakli ma'lumotlarni sizlar bilan ulashib boraman. Kanalga obuna bo'linglar, tanishinglarga jo'natib qo'yinglar. Inshaalloh hammamiz uchun manfaatli bo'lsin. Yana Xudo xolasa boshqa videolarni Xudo xolasa bugundan boshlab qo'yishni boshlaymiz. Ma'lumotlarni sizlar bilan ulashib boraman. Aybga buyurmaysizlar, meni birinchi kanalim, jonli muloqotim, hech qanaqa montajsiz. Shu videoni men hozir joylayman. Orada tutilib qolgan bo'lsam, ozgina mendan xatoliklar o'tgan bo'lsam, aybga buyurmaysizlar. Inshaalloh hammamiz uchun bu video manfaatli bo'ladi. O'qishga kelmoqchi bo'lganlar, viza, immigratsiya, ishlash, hamma uchun bu kanalimiz manfaatli bo'ladi. Shu uchun obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Yangi video qo'yilishi bilan sizlarga оповещение boradi. Sizlar buni ko'rasizlar, sizlar uchun foydali bo'ladi degan umiddaman. O'zinglarni ehtiyot qilinglar, ehtiyot bo'linglar deyman. O'zinglarni ehtiyot qilinglar. Inshaalloh Buyuk Britaniyada, Londonda ko'rishguncha